Telegramda do'stlar hayratda qoldirish uchun qo'ng'iroq qilganingizda yoki ovozli xabar yuborganingizda ovozingizni o'zgartirmoqchimisiz? Unda bu video aynan siz uchun. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Videoni boshlashdan oldin sizlardan bitta katta iltimosim, videoni ko'rib bitta like va obuna bo'lishingizni so'rab qolardim. Unda biz videoni boshladik. Ovozni faqatgina Telegraf ilovasidan o'zgartira olasiz xolos. Birinchi bo'lib ilovaga kirib olamiz va tepada profil ustiga bosamiz va pastda Telegraf sozlanmalari degan joyni bosamiz va qidiruv bo'limiga ovoz o'zgartirgich deb yozamiz va buni ovoz o'zgartirgichni ustiga bosamiz. Birinchida ovozli xabarni o'zgartirasiz va ikkinchisida esa qo'ng'iroqni ovozini. Bugungi video shulardan iborat edi. Telegramdagi kanalimga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin.